o'g'lini hayotiga har kuni tumshug'ini tiqadigan onaxonlar, jahli chiqsa ham aytaman, o'g'lingizni baxtsiz bo'lishiga, pulsiz bo'lishiga, o'zini ikkita gapini eplab gapirmasligiga sizni yaxshi onaligingiz sababchi. O'zingizcha hayotni hamma joyini men nazorat qilaman deysiz, hayotiga aralashasiz, puliga aralashasiz, yotib turdisiga aralashasiz. U qachon katta bo'ladi? Keyin meni oldimga olib kelasiz. O'g'lim 40 ga kirdi, lekin hali ham yaxshi yashamaydi deb. Siz uni qo'lidan yetalab kelganingizdan keyin qayerdan u yaxshi yashasin? U hali psixologga o'zi yo'l topib kela olmaydi-yu, bunga siz yo'l qo'ymaysiz. Qo'ying o'g'lingizni, o'yladingizmi? Qo'ying o'z holiga. O'zi muammoni hal qilsin, o'zi qoqilsin, qiynalsin, gapini gapirsin, katta bo'lsin. Qo'ying o'g'lingizni. Undan ko'ra o'zingizni hayotingizni, o'zingizni duolaringizni, o'zingizni Qur'oningizni tilovat qilib o'tiring. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.